Men точно bilaman, hech qaysi ustozingiz sizga bu gaplarni aytmagan, lekin men sizga aytaman. IELTS 8 ga harakat 5-kun. Bugungi kunimni men writing yozishga bag'ishladim. Eslarda bo'lsa o'tgan safar work and career mavzusida vocabulary yodlagandik va bugun aynan shu mavzuda essay yozdim. Ko'pchilik ustozlar sizdan aynan mana shu narsani yashiradi. Ya'ni writing balisiz siz hech qanaqa ustozsiz o'zingiz ChatGPT bilan oshira olasiz. Xos sizga o'rgatib qo'yaman. Men bugun work and career mavzusida opinion essay yozdim va ChatGPTga aynan shu prompt bilan komanda berdim. Ya'ni, hey ChatGPT, men senga hozir bitta essay yuboraman va sen uni как IELTS examinerlarga o'xshab fair, haqqoniy baholaysan, haqqoniy estimated score'imni berasan va har bitta kriteriya bo'yicha menga feedback berasan, xatolarimni bitta aytasan. Va ChatGPT menga shunaqa skorlarni, xatolarimni bitta chiqarib berdi. Har bitta xatoyimni ustida bittalab ishladim. Nimaga xato qildim? Hammasini o'rganib bo'lgandan keyin srazu noldan xuddi shu mavzuga yana boshqatdan yozdim. Yozgandan keyin yana ChatGPTga berdim va menga shunaqa chiqarib berdi. Ikkala essayni ham Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Xohlasizlar kirib o'qisanglar bo'ladi. Men bilan birgalikda IELTS dan 8 olmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.